Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda pensionerlar qaysi xizmatlar uchun to'lovdan ozod qilindi? Bu imtiyoz kimlarga tegishli? Kimlar undan foydalana oladi va eng muhimi, pulingizni behuda to'lab qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo, buvi yoki qarindosh bor. Agar siz bu tartiblarni bilmasangiz, bepul bo'lish kerak bo'lgan xizmat uchun pul to'lab yuborishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Avval qanday edi? Oldin pensionerlar ko'p hollarda turli hujjatlar, tibbiy ko'riklar, ayrim davlat xizmatlari yoki ma'lumotnomalar uchun oddiy fuqarolar kabi to'lov qilardi. Masalan, bir pensioner kadastrdan ko'chirma olishga borsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsa, notarial idoralarida hujjat rasmiylashtirsa, poliklinikada ayrim tekshiruvlardan o'tsa yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq ariza topshirsa, ko'pincha undan to'lov talab qilinar edi. Bu to'lovlar har doim ham katta bo'lmasligi mumkin. Lekin pensioner uchun 20 ming, 20 ming yoki 20 ming so'm ham sezilarli pul. Endi nima o'zgardi? 2026 yildan boshlab pensionerlar uchun ijtimoiy ahamiyatga ega ayrim xizmatlarda to'lovdan ozod qilish tartibi kengaytirildi. Bu degani pensioner hamma narsani mutlaqo bepul qiladi degani emas. Mana shu joyni juda aniq tushunish kerak. Imtiyoz aniq belgilangan xizmatlarga, aniq toifadagi pensionerlarga va aniq tartibda murojaat qilinganda qo'llanadi. Agar pensioner xususiy klinikaga borsa, xususiy yuristga murojaat qilsa yoki pullik qo'shimcha servis tanlasa, bunday joylarda men pensionerman, demak hammasi bepul deb talab qilish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat tomonidan ko'rsatiladigan bir qator ijtimoiy va ma'muriy xizmatlarda pensionerning moliyaviy yuki kamaytirilmoqda. Ya'ni davlat pensionerning hujjat olish, yordam so'rash, davolanish, maslahat olish va ijtimoiy huquqlarini rasmiylashtirish jarayonini arzonlashtirmoqda yoki ayrim hollarda to'liq bepul qilmoqda. Birinchi navbatda, pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish eng ko'p davlat xizmatlari markazlari orqali olinadigan ayrim xizmatlarga tegishli bo'ladi. Masalan, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma, ijtimoiy nafaqa yoki pensiya tayinlangani haqida tasdiqlovchi ma'lumot, ayrim turdagi arizalarni qabul qilish, ijtimoiy himoya organlariga yuboriladigan murojaatlar, elektron ma'lumotnomalarni olish kabi xizmatlar bo'yicha to'lov olinmasligi yoki kamaytirilishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayol kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiya yoki ijtimoiy yordam olish uchun hujjat tayyorlamoqchi. Oldin u ma'lumotnoma olish, ariza topshirish, nusxa chiqarish va maslahat uchun alohida pul sarflardi. Natijada jarayon boshlanishidan oldin ham 70 ming yoki 70 ming so'm chiqim qilishi mumkin edi. Yangi tartibda agar bu xizmat ijtimoiy himoya bilan bog'liq davlat xizmati sifatida belgilangan bo'lsa, u davlat xizmatlari markazida pensionerlik guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjati orqali to'lovdan ozod bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish tibbiy xizmatlar bilan bog'liq. Pensionerlar ko'pincha qon bosim, yurak, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z, eshitish, nevrologik muammolar bilan shifokorga boradi. 2026 yilda bepul tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyozlar, ayniqsa davlat poliklinikalari, oilaviy shifokor punktlari va belgilangan davlat tibbiyot muassasalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda pensionerlar ayrim profilaktik ko'riklar, shifokor maslahati, dispanser nazorati, zarur tahlillar va ijtimoiy kasalliklar bo'yicha kuzatuv xizmatlaridan to'lovsiz foydalanishi mumkin. Masalan, 72 yoshli otaxon yurak qon tomir kasalligi bilan ro'yxatda turadi. U har oy shifokorga uchrashi, qon bosimini nazorat qilishi, EKG tekshiruvidan o'tishi kerak. Agar bu tekshiruv davlat tibbiyot muassasasida belgilangan ro'yxat doirasida bo'lsa, undan to'lov talab qilinmasligi kerak. Lekin u xususiy diagnostika markaziga borib, navbatsiz alohida kabinetda qo'shimcha pullik paket tanlasa, bu imtiyoz avtomatik ishlamaydi. Uchinchi yo'nalish yuridik va maslahat xizmatlari. Pensionerlarning eng ko'p uchraydigan muammolari meros uy-joy, aliment, qarz, kredit, kommunal to'lov, pensiya hisob-kitobi, yer hujjatlari, vasiyatnoma va oilaviy nizolar bilan bog'liq.
2026-yildan ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki kam ta'minlangan oila tarkibidagi pensionerlar uchun ayrim bepul yuridik maslahat xizmatlari kengaytirilishi mumkin. Bu degani pensioner birinchi maslahatni bepul oladi. Ariza yozdirish yoki huquqiy yo'l yo'riq olishda to'lov qilmaydi. Masalan, 16 yoshli pensioner onaxonning turmush o'rtog'i vafot etgan uy meros bo'yicha farzandlar o'rtasida bahsli. U xususiy advokatga borsa, bir maslahat uchun 1 mingdan 300 ming so'mgacha to'lashi mumkin. Ammo u tuman adliya bo'limi, davlat tomonidan tashkil etilgan bepul huquqiy maslahat markazi yoki ijtimoiy xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilsa, unga dastlabki huquqiy tushuntirish bepul berilishi mumkin. Mana shu farqni bilish juda muhim. 4-yo'nalish transport va ijtimoiy xizmatlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportda bepul yoki chegirmali yurish tartiblari mavjud bo'ladi. 2026 yilda bunday imtiyozlar mahalliy hokimlik qarorlari, shahar transport siyosati va ijtimoiy dasturlar asosida qo'llanishi mumkin. Lekin bu hamma joyda bir xil degani emas. Toshkent shahrida bir tartib, viloyat markazida boshqa tartib, qishloq hududida esa umuman boshqa tartib bo'lishi mumkin. Misol uchun bir pensioner avtobusda har kuni poliklinikaga qatnaydi. Agar bir yo'nalish narxi 2000 so'm bo'lsa, kuniga borib kelish 4000 so'm. Oyiga 20 marta qatnasa 80 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu katta xarajat. Agar hududda pensionerlar uchun transport imtiyozi joriy qilingan bo'lsa, u maxsus karta. Pensionerlik guvohnomasi yoki ijtimoiy karta orqali bu xarajatni kamaytirishi yoki butunlay to'lamasligi mumkin. Endi eng muhim savol: kim bu masalada faol harakat qilish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar. Chunki ular ko'pincha hujjat ishlarini o'zlari yuritadi. Qayerga borishni bilmaydi. Ba'zida ortiqcha pul to'lab yuboradi. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, mahalla ijtimoiy xodim yoki davlat xizmatlari markazidan sizga tegishli imtiyozlar ro'yxatini so'rashingiz kerak. Ikkinchi toifa nogironlik bo'lgan pensionerlar. Ular uchun tibbiy, transport, reabilitatsiya va maishiy xizmatlarda alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik aravachasi, eshitish apparati, protez ortopediya vositalari, reabilitatsiya xizmatlari yoki uyda ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'yicha to'lovdan ozod qilish tartiblari bo'lishi mumkin. Agar odam pensioner bo'lish bilan birga nogironligi bo'lgan shaxs ham bo'lsa, uning imtiyozlari oddiy pensionernikidan kengroq bo'lish ehtimoli bor. Uchinchi toifa kam daromadli oilada yashovchi pensionerlar. Pensiya miqdori xarajatlarni qoplamayotgan bo'lsa, kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat va davolanish birgalikda juda og'ir yuk bo'ladi. Bunday pensionerlar mahalladagi ijtimoiy daftar yordam dasturlari, subsidiya, kompensatsiya va bepul xizmatlardan foydalanish imkoniyatini tekshirtirishi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner barcha xizmatlardan xususiy tartibda, pullik qulaylik bilan, navbatsiz va qo'shimcha servis orqali foydalanishni xohlasa, u bepul xizmatlardan emas, pullik xizmatlardan foydalanayotgan bo'ladi. Masalan, davlat poliklinikasida shifokor ko'rigi bepul bo'lishi mumkin, lekin xususiy klinikada professor qabuliga kirish pullik. Davlat xizmatlari markazida elektron ma'lumotnoma bepul bo'lishi mumkin, lekin xususiy vositachi orqali hujjat tayyorlatish pullik. Shuning uchun pensioner bo'lsam, hamma joyda to'lamayman degan tushuncha noto'g'ri. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni aytaman. Birinchi xato, xizmat turi bilan qo'shimcha servisni aralashtirib yuborish. Masalan, davlat xizmatining o'zi bepul bo'lishi mumkin, lekin hujjat nusxasini chiqarish, rasmga tushish, kuryer orqali yetkazish, tezlashtirilgan xizmat yoki maslahatning kengaytirilgan shakli pullik bo'lishi mumkin. Pensioner nega pul so'rayapsiz deb e'tiroz bildirganda, xodim aynan qo'shimcha xizmat uchun to'lov talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim so'rang, bu to'lov davlat boji uchunmi, xizmat yig'imi uchunmi yoki qo'shimcha servis uchunmi? Ikkinchi xato, xususiy tashkilotdan davlat imtiyozini talab qilish. Xususiy klinika, xususiy laboratoriya, xususiy notarial yordam, xususiy advokat, xususiy transport korxonasi davlat tomonidan majburiy bepul xizmat ko'rsatadigan ro'yxatga kirmasligi mumkin. Agar ular alohida chegirma bersa, bu yaxshi, lekin bu har doim majburiy emas. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Qaysi hujjat kerak? Xizmatning qaysi qismi bepul?
deb telefon orqali aniqlab oling. Uchinchi xato hujjat olib bormaslik. Ko'p pensionerlar meni mahallada hamma taniydi, men pensionerman deb o'ylaydi. Lekin davlat xizmatida xodim og'zaki gap bilan imtiyoz bera olmaydi. U tizimda tekshiradi yoki hujjat talab qiladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ijtimoiy himoya ro'yxatida turishi haqidagi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hujjat bo'lmasa, xizmat bepul bo'lsa ham imtiyozni qo'llash qiyinlashadi. 4-xato, to'lov talab qilinganda chek olmaslik. Agar sizdan to'lov olinsa, albatta chek, kvitansiya yoki elektron to'lov tasdig'ini oling. Nima uchun? Chunki keyin bu to'lov aslida noqonuniy bo'lganini aniqlasangiz, pulni qaytarishni talab qilishingiz mumkin. Agar qo'lingizda hech qanday hujjat bo'lmasa, men pul bergan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. 5-muhim nuqta, hududiy farqlar. 5-muhim nuqta bo'yicha umumiy imtiyozlar bo'lishi mumkin, lekin ayrim xizmatlar mahalliy byudjet, tuman yoki shahar qarori muassasaning ishki tartibi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, bir shaharda pensionerlar uchun avtobus bepul, boshqa joyda faqat ma'lum yoshdan keyin bepul, yana boshqa joyda faqat urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki yolg'iz pensionerlar uchun bepul bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni viloyatda bo'lgan imtiyoz sizning hududingizda ham avtomatik bor deb o'ylamang. Endi men sizga aniq harakat rejasi beraman. Birinchi qadam, o'zingizga tegishli imtiyozlarni aniqlang. Buning uchun eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Men pensionerman. 2026 yilda qaysi davlat xizmatlari, tibbiy xizmatlar va ijtimoiy yordam turlari bo'yicha to'lovdan ozodman deb aniq savol bering. Umumiy so'ramang, aynan ro'yxatni so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi, agar bor bo'lsa nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy ro'yxatda turishingiz haqidagi ma'lumot, mahalladan ijtimoiy holat bo'yicha ma'lumot, pensiya miqdori haqidagi hujjat bo'lishi kerak. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlaringiz bo'lsa, ulardan elektron nusxasini telefoningizga saqlab berishni so'rang. 3-qadam, xizmatdan foydalanishdan oldin to'lov masalasini yozma yoki aniq og'zaki so'rang. Masalan, davlat xizmatlari markazida shunday deng: bu xizmat pensionerlar uchun bepulmi? Agar pullik bo'lsa, qaysi asosga ko'ra pullik? Menga to'lov miqdori va asosi ko'rsatilgan kvitansiya bering. Bunday savolni odob bilan, lekin qat'iy berish kerak. Ko'pincha odamlar uyalgani uchun so'ramaydi va ortiqcha to'lov qiladi. 4-qadam, tibbiy xizmatlarda oilaviy shifokordan boshlang. Ko'plab pensionerlar darhol xususiy klinikaga yuguradi. Albatta, sog'liq muhim, lekin avval davlat poliklinikasida qaysi tekshiruvlar bepul ekanini aniqlang. Oilaviy shifokorga boring, shikoyatlaringizni ayting, kerakli yo'llanmani oling. Yo'llanma bilan ayrim tekshiruvlar bepul yoki imtiyozli bo'lishi mumkin. Yo'llanmasi bo'lsangiz, pullik bo'lish ehtimoli oshadi. 5-qadam. Agar noqonuniy to'lov talab qilinsa, shikoyat qiling. Avval muassasa rahbariga murojaat qiling. Men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod etilganimni bilaman, lekin mendan to'lov talab qilindi. Iltimos, yozma tushuntirish bering deb ayting. Agar masala hal bo'lmasa, yuqori tashkilotga, adliya organlariga, ishonch telefoniga yoki rasmiy murojaat platformalari orqali murojaat qiling. Shikoyatda sana, joy, xodimning ismi, xizmat turi, talab qilingan summa va qo'lingizdagi chekni ko'rsating. 6-qadam, farzandlar va nabiralar pensioner yaqinlariga yordam bersin. Ko'plab keksalar telefon orqali navbat olish, elektron davlat xizmatlaridan foydalanish, onlayn ariza yuborish, SMS tasdiqlash kodlarini ishlatishda qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini tekshirib bering. Telefoniga kerakli ilovalarni o'rnatib bering. Davlat xizmatlari markaziga biriga boring. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki ularni aldanib qolishdan ham himoya qiladi. 7-qadam. Har bir xizmat bo'yicha oldindan ma'lumot oling. Masalan, siz notarial idoraga borasizmi, poliklinikaga borasizmi, kadastr bilan bog'liq hujjat olasizmi, transport kartasi rasmiylashtirasizmi? Avval telefon qilib so'rang. Pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Qanday hujjat kerak? Bepul xizmat qaysi qismiga tegishli? Qo'shimcha to'lovlar bormi? degan 4 savolni yodlab oling. 8-qadam. Hech qachon vositachilarga ishonib pul bermang. Men sizga bepul xizmatni tez qilib beraman. Faqat xizmat haqqimni bering deydigan odamlar ko'p uchraydi.
Davlat xizmatlari markazida navbat olib, qonuniy tartibda murojaat qilsangiz, ko'p ishlarni o'zingiz hal qila olasiz. Agar chindan ham yordam kerak bo'lsa, mahalla xodimi, ijtimoiy xodim yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Birinchi vaziyat: 70 yoshli pensioner erkak pensiyasi noto'g'ri hisoblangan deb o'ylaydi. U xususiy buxgalterga borib 200 ming so'm to'lab hisob-kitob qildirmoqchi. Aslida u avval pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot olishi mumkin. Agar xizmat bepul bo'lsa, u 200 ming so'mni tejaydi. Ikkinchi vaziyat: 69 yoshli ayol ko'zini tekshirtirmoqchi. Xususiy klinikada dastlabki ko'rik 120 ming so'm. U avval oilaviy poliklinikaga borib, oftalmologga yo'llanma olsa, davlat muassasasida ko'rik bepul bo'lishi mumkin. Agar operatsiya yoki murakkab tekshiruv kerak bo'lsa, shifokor uni imtiyozli ro'yxatga kiritish tartibini tushuntiradi. Uchinchi vaziyat: pensioner uy-joy hujjatini rasmiylashtirishda yordam so'raydi. Tanish odam hammasini qilib beraman deb 500 ming so'm so'raydi. Pensioner esa davlat xizmatlari markaziga borib, qaysi hujjat uchun to'lov bor, qaysi biri pensionerga bepul yoki imtiyozli ekanini aniqlasa, xarajat ancha kamayadi. Eng muhimi, rasmiy yo'l bilan ishlagani uchun keyin hujjatda muammo chiqmaydi. Demak, 2026 yilda pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish tartiblari juda muhim yengillik beradi. Lekin bu imtiyozlardan foydalanish uchun odam o'z huquqini bilishi kerak. Hamma xizmat avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Davlat xizmatlari, tibbiy xizmatlar, ijtimoiy yordam, ayrim yuridik maslahatlar va hududiy transport imtiyozlari bo'yicha aniq tartiblarni tekshirish zarur. Eng muhim qoida: hujjatlaringizni tayyorlang. Xizmatdan oldin to'lov asosini so'rang, chek oling va shubhali holatda shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga albatta yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlarda qaysi xizmatlardan bepul foydalanmoqda? Qayerda hali ham pul talab qilishyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men sizga huquqlaringizni tushunarli tilda yetkazishda davom etaman.